Assalomu alaykum. Farovonxayot kanalini kuzatib borayotgan ijtimoiy tarmoqdagi gruppadoshlar hamda yuqori turuvchi tashkilotlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bugun Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga keldik. Xabaringlar bor. Undan bir necha kun avval ikkita videolarni chiqargan edim. Ya'niki o'sha Ziyeva Ungolapani 16 sotik hamda 8 sotik uchastkasini Surxondaryo viloyatida shariy nikohida bo'lgan sobiq turmush o'rtog'i Shoymardonov Shamsiddin aka ishonchiga kirib uchastkani sotib, o'sha uchastkani o'rniga, ya'ni 8 sotik uchastkani o'rniga 2 xonali dom olib beraman Yangiyo'l shahardan, qolgan 16 sotik joyinga o'sha Surxondaryoning o'zidan qaytib, o'ringa o'rin o'sha joyga joy olib beraman deb aldab uchastkani sotib, o'zini shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanib olgan. Uni bizda o'sha fuqaroni o'zi bilan gaplashganimizda bizda audio zapislari ham bor. Ular uni tan olgan hammaligisini. O'sha bo'yicha Ziyeva Ungolapa holat Yangiyo'l tumani Ozod mahallasida 16 sotik, Ibrat mahallasi 8 sotik uchastkalarni sotib bo'lganligi uchun xullas o'sha holat qayerda bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda o'rganiladi. Shuning uchun Yangiyo'l tumaniga Ziyeva Ungolapa murojaat qilgan vaqtida o'sha hududni profilaktika inspektori Xurshdagi 183.2 bilan bu holat bo'yicha hech qanday jinoyat alomatlari yo'q deb deylani yopgan vaqtda mana menga murojaat qilib chiqdilar. Men so'roq surishtiruv jarayonlarimda aniqlik kiritdik jinoyat alomatlari borligini. Bundan avval o'tgan safar ham kelganimizda Yangiyo'l tumani Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Ko'zibayev Bahrom Bahadirovich qabul qilib, fuqaro bilan meni birgalikda qabul qilib eshitib, o'sha yo'naltirib bergandilar ishni. Kechagi safar kechqurun ham keldik, ancha kech bo'lib qolganligi uchun Yangiyo'l tumaniga tergov bo'lim boshlig'i Rustamov Rasul Nabiyovich degan xodim tergov bo'lim boshlig'i men bilan o'sha Ziyeva Ungolapani qabul qilib, profilaktika inspektorini chaqirib, holatni polni eshitib, o'sha ichki ishlar o'zini chiqargan qarorini o'zi bekor qila olmaganligi uchun qaytadan prokuratura orqali bekor bo'ladi bu holat. Qaytadan yana tushuntirish xati bilan qaytadan ariza berdik. Endi bular prokuraturaga berib, o'tgan safar 183.2 bilan jinoyat alomatlari yo'q deb profilaktika inspektori yopgan deylani rad qildirib prokuraturaga aytib, qaytadan hozirgi yozgan shu bugun mana topshirdik tushuntirish xati va arizamizga binoan 184.1 bo'yicha ish ochishini aytdi. Xudo xolasa prokuratura oldingi qarorni atmay qilgandan keyin jinoyat ishi ochilib, qaytadan tergov bo'lganda, xudo xolasa tergov jarayonida bu narsaga oydinlik kiritiladi hamda biz bu bo'yicha sudga berib, o'sha fuqaroni ishonchiga kirib, ishonchini suiiste'mol qilib, birovning mulkini sotib, pulini o'zini shaxsiy manfaatlari yo'lida ishlatib olganligi uchun Shoymardonov Shamsiddinga nisbatan xudo xolasa sud raislari qonuniy tartibda chora ko'radi degan umiddaman. Men avvalgi safar videomda ham aytganman. Barcha tashkilot rahbarlari shu biz blogerlarni chaqirib, eshitib, fuqaro bilan o'sha muammoni ichiga chuqurroq kirsa hal bo'ladi. Buni bir necha bor kuzatyapmiz. Bunaqa holatlar birinchisi emas, oxirgisi emas, shaxsan menda ham. Buning uchun men o'sha Ibrat mahallasini profilaktika inspektori Xurshdakaga oldingi videomda aytganman. Holatga qaytadan chuqurroq yondashib yotganlari uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hamda Yangiyo'l tumani Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga hamda tergov bo'lim boshlig'iga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Toshkent viloyati matbuot xizmati Bobur akaga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki biz shu matbuot xizmatlari bilan birgalikda hamkorlikda ishlaymiz. Telefon qildim, aloqaga chiqdim. Qo'llaridan kelgancha qonuniy tartibda amaliy yordam berib kelmoqdalar.
Buning uchun men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi video efirimda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Mana Ungalop ham o'zlari ham mana hozir ketyaptilar. Videoda men gapirmayman, qo'ying bu deganlar uchun. Xullas, buni natijasini ham kutinglar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.